Assalamu alaykum, suyumli qarindoshlarım. Men Mihray Rahman. Kitap o'qish munbiri avlodlar turbetidan sizga Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayot tarixi xotirlangan Shirin buloq sirasini bevosita o'qib tarqitib atibman. Navbatda biz 3-bosqich da'vat samarasi degan bosqichga kelib to'xtagan edik. Unda bo'lsa davomiga diqqat bergaysizlar. 3-bosqich da'vat samarasi. 3-bosqich Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayot musofasining eng oxirgi bosqichi bo'lib, bu bosqichda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 20 necha yildan beri elib borgan siyosiy kurashlari, tartgan jafo mushaqqatlari, duch kelgan fitna fasod, ma'lumotchilik besimlari va qonliq to'qinishlari badaliga qo'lga kelgan islomiy da'vatning samarasi ro'shan ko'rilgan edi. Makka fathisi musulmonlar mushu bir qancha yilda qozongan eng zo'r nusrat bo'lgan edi. Chunki Makkaning fath qilinishi bilan davr chaqi tamoman o'ngga burildi. Arab osmonini qoplab olgan qora tumanlar tarqalib havo ichildi. Qisqasi, Makka fathisi o'tmish bilan kelgusini ayiradigan hal qilg'uch pasi bo'lgan edi. Qurayshlar butun arablarning nazarida mushriklarning imoatchilari va uning muxlislari edi. Qurayshlarning islom hokimiyatiga al bo'lishi Arab yerim orildagi mushriklik odatining taltukis yo'qtilganligidan derak beradi. Bu bosqichni yana mundaq ikki jarayonga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi kurash bosqichi. Ikkinchisi har qaysi qavm va aymoqlarning bas bilan islomni qabul qilib musulmon bo'lish bosqichi. Bu ikki jarayon bir-biriga chambarchas bog'langan va kayni-kayindan borliq kelgan, hatto bu ikki jarayonni bir-biriga o'zaro kiralashib ketgan deyishga bo'ladi. Biroq biz kitobimizning kun tartibi bo'yicha har bir jarayonni ayrim tanishtirib o'tamiz. Uning ustiga urush sahifasi jarayoni oldingi boblarning mazmuniga mos keladigan bo'lg'achqa, oldi bilan yanala mushu sahifani tanishtirishdan boshlaymiz. Hunayn jangi. Makka fathisi ushtumtut elib berilib, chaqmoq tezligida bir yoqliq qilmag'achqa, butun arablar o'z quloqlariga ishonmay qoldi. Atrofdagi qo'shni qabilalar hash-pash deguncha yuz bergan, ammo to'sib qolqilib bo'lmaydigan bu o'zgarishlardan hong-tong qilishdi. Shunlar ixtiyoriy va yoki amalsizlikdan al bo'lishdan boshqa chora topolmadi. Biroq yanala intayin osondagi o'zini kuchlik chaqlaydigan akavir qabila va aymoqlarni yo'q degili bo'lmaydi. Avozin va Saqif qabilari ana shularning jumlasidan edi. Ular o'zlariga Bani Nasr, Bani Jasham, Bani Said ibn Bahri jamiyati va Bani Hilal aymoqidan bir bo'lik kishilar. Zahatda ularning hammasi Qays Ilan jamiyatiga mansub kishilar edi deyilgan. Niyagashtirib musulmonlarga qarshi to'plandi. Bu aymoq va qabilalar musulmonlarning qabilasiga tantana qilishni va ularga bo'ysunishni o'zlari uchun obro'yini tushirganlik deb qarab, Nasr aymoqidan Malik ibn Avf Nasr degan kishining atrofiga uyushib, uning qo'mondonligida musulmonlar qarshi yurish qilishga bel bog'ladi. Dushmanning Avtas vodisiga kelib tushkun qilganligi. Bosh qo'mondon Malik ibn Avf musulmonlarga qarshi qo'shin tartmoqchi bo'lib, qo'shin bilan barliq mol-mulk va oila tavobatlarini birga elib mangdi. U davomli ilgirlab, oxiri Avtas vodisiga kelib tushdi. Avtas Havosin qabilasining tavalligidagi Hunaynga yaqin bir vodi edi. Hunayn Zilmajoz tarafdagi bir vodi bo'lib, Hunayn Avtas deganlar boshqa vodilarning nomidir. Avtas bilan Makkaning orlig'i Arafatdan hisoblaganda 10 necha mil, ya'ni 20 kilometrda keladi. Tajribalik bir mo'ysibning qo'mondonning tadbirini xatoga chiqarganligi. Malik Avtas vodisiga kelib tushganda qo'shinning bosh oxiri jam bo'lib edi. Durayd ibn Simmat u jang tadbirlariga mahir, tajribalik va pamparasatlik mo'ysibit kishi edi. Ismlik bir kishi ko'zi ko'r bo'lganishqa, ammo izohat bor ekan, ko'zi ko'r deb. Biz hozir nada deb so'rab qoldi. Ular Avtasda deb javob berishdi. U ot choptirib
at chaptirish maydoni bak qattiqmi emas va bak yumshoqmi emas ekan. Acaba men to'ygi bo'taloqlarining bo'zlashlarini, at eshaklarning kishnash pushqushlarini, boq narasidalarning yig'izarini va qo'y qotazlarning murashlarini anglamayman-ku, deb so'radi. Qo'shindagilar Malik ibn Avf odamlarni xotin bola-chaqalari va mol-mulki, hatto o'g'il qiz farzandlari bilan haydab keldi, deyishgan edi. U Malikni chaqirtib, uningdan mundaq qilishdagi sababni so'radi. Malik, kishilar o'zlarining mol dunyosi va xotin qizlarining or nomusini qo'g'dash uchun bo'lsa-mu, jon tikib urush qilsin deb shunday qildim, dedi. Durayid o'ylanmayla. Azbaray xudo, podachining o'zi ekansan. Ya'ni bakmi sodda, aqlsiz ekansan. Mag'lub bo'lgandan madad so'ragan nadi bor? Urushda g'olib kelsang, sana asqatadigan qurol yaroqlari, tal chabdas yigitlar. Aksicha mag'lub bo'lsang, mol-mulk, xotin bolalaring oldida rasvoyi jahon bo'lganing shu. Xotin qizlaringni dushman xotin qiladi, dedi. Ondan u ba'zi aymoq va nopuzli kishilarni surishtirgandan keyin mundaq dedi. Malik, sen avozdan xalqning xotin qizlarini va mol dunyosini dushmanning oldiga akilib berib, yaxshi ish qilmabsan. Shon sen ularni asli makoniga qaytarib et. Ondan bu yot dindikilar bilan urush qilgan. Hali qilsang xalqing kelib tabriklaydi. Navoda mag'lub bo'lsang, xotin qizlaringni va mol dunyolaringni or nomusdan saqlab qolasan, dedi. Lekin Malik bu talabdan bosh tortdi. U mundaq dedi. Azbray xudo, hargiz unda qilmayman. Qasam qila olaymanki, avozdan xalqi menga cho'qim itoat qiladi. Bo'lmasa o'z qilichim bilan o'zimni o'ltirib olaman. Shundan bilan ular Malik itoat qilamiz deb cho'qan selishdi. Bu chaqda Durayid bu asliga men qatnashga tegishli bo'lmagan va qechibmi qutula olmaydigan bir urush kuni bo'ldi, dedi va tuvandagi qo'shiqni aytdi. Men o'zim bir navqiron bo'lsamchu Barno pahlavon. Yav qizini asir ib haydab mangsam shodiman. Dushman tarafning ma'lumot egillaganligi. Malikning musulmonlarning ahvolini egallab kelishga avatgan payloqchilari qaytib keldi. Valanki ularning ruh holati to'liq g'amkin va alohsat ko'rinadi. Malik ularga "Voislarni so'zlanglarchi, bu nima ish?" degan edi. Ular duduqlab, "Azbaray xudo, oq otliq, oq kiyimlik sarvozlarni ko'rib vujudimizni titrak bosdi. Azbaray xudo, bizning shuningdan beri o'r turg'idek majolimiz qolmadi", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dushmanning ishki qismidan ahvol egallaganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam egallagan ma'lumotlardan dushmanning otlanganligi ma'lum bo'lgan edi. Shunga u Hadradil Aslamini avatib dushmanning ishki qismiga so'qinib kirib, u yerda muvaffaq muddat turib, ahvol egallab kelishga buyurdi. Shun bilan u yo'lga chiqib, vazifani o'rinlab qaytib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Makkadan Hunayga qarab otlanganligi Hijriyaning 8-yili Shavvol oyining 6-kuni shanba saharda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkadan ayrilib, bu Makka fath qilingan 19-kuniga to'g'ri keladi. 12 ming sahoba bilan otlandi. Bularning 10 mingi Madinadan kelganlar, 2 ming Makkada yangidan musulmon bo'lganlar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu urush uchun Saffon ibn Umayyadan 100 dona savutni bir yurish aslahalari bilan ariyat oldi va Attab ibn Asid raziyallohu anhuni Makkaga vali qilib tayinladi. Shu kuni kash kirib, gugum tushib edi, otliq bir kishi kelib, mundaq bir ma'lumotni yetkazdi. Men paloni taqqa chiqqan edim. U yerda avozdan xalqning cho'ng kichik, qiyri yosh, bola chaqa va qo'y kolalari bilan to'planib turayotganligini ko'rdim, dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni anglab kulib soldi va inshaalloh Xudo qolsa ata shularning hammasi musulmonlarning bo'ladi, dedi. Shu kundagi kuzatkichilikni Anas ibn Abi Mirsadil Qanavi raziyallohu anhu zimmasiga oldi. Musulmonlar Unayga ketib etib, yo'l ustida yop-yeshil o'sgan cho'ng bir tupsida darxining tubidan o'tdi. U Zati Anvat deb ataladi.
Shu yerdagi aholilar bu daraxtdan tavarruk izlab, uningga qurol yaroqlarni esib, uning tubiga mol bo'g'izlab qurbonlik qiladi. Yig'lab zarlanadi. Bu chaqda ba'zilar Rasululloh ularning zoti anvati, ya'ni izohatda muborak daraxi bo'lg'indak bizga zoti anvat qilib bersang degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu gapga xafa bo'lib, Allohu akbar, Alloh hammadan ulug'dir. Allah bilan qasamki, xuddi Musa alayhissalomning qavmi uningga bizga ularningkidek iloh tiklab bergin degindek gap qilding-ku. Musa, sizlar to'limu dadan xalq ekansizlar degan edi. Bu tarixiy qonuniyat, oldingilarning izni keyingilar bossizlar dedi. Yana ba'zilar musulmonlar qo'shinining ko'pligini ko'rib, bugun qat'iy mag'lub bo'lmoqdakmiz deyishgan edi. Bu gap payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qattiq ig'ir keldi. Musulmonlar qo'shinining dushmanning ushtumtut hujumiga uchraganligi. Musulmonlar qo'shini Hunayniga Shavvolning 20 kuni seshanba kuni kechasi yetib bordi. Malik ibn Avf bu yerga allburun yetib kelgan edi. U kechalab strategik o'rinlarga qo'shinlarni tangshab, yushurnush mumkin bo'lgan yo'l eg'izi, jilg'i qaptal, qiya cho'qqa va kirish eg'iziga bo'ktirma o'rlashtirib, musulmonlar ko'ringan hamon o'q bilan zarba berishga, ondan biroqla qo'zg'olib hujum qo'zg'ashga buyruq bergan edi. Atisdan saharda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinni radga silib, to'q alamlarni har qaysi qismlarga tarqitib berdi. Shuning bilan musulmonlar sahar olqarong'usida Hunayn varisiga qarab tövenlashga başladı. Ular bu yollarda va jilg'ilarda dushmanning bo'ktirma qo'shinining barligidan xabarsiz edi. Ular shundoq tezlik bilan ilgirlayotgan bir paytda ushtumtut usti boshlarga qor yomg'irdak o'qlar yig'ishga başladı. Oldi tarafdan dushmanlar cho'qin selib divaylab keldi. Bu chog'da musulmonlar saflari chuvilib, patparaqchilikda qechishga başladı. Hech kishiga boqmaydi. Bu ushtumtut berilgan zarba ajoyib cho'ng talafot keltirdiki, hatto Abu Sufyan ibn Arab u yangidan musulmon bo'lg'ashqa, ularning oxirgi mag'lubiyati Qizil dengizda oxirlashqudek dedi. Jibilla yoki Kalda ibn Junayd degan kishi ihaloyiq bugun sehr ishlamay qoldi deb varqirdi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qechiyotganlardan o'zini yonga ilib, ihaloyiq bu yoqqa kelinglar, mana men Rasululloh bu yerda, mana men Muhammad ibn Abdullah bu yerda deb tavlashga başladı. Bu chaqda uning yinda muhojirlar va o'z oila taobatlaridan bo'lib sanoqli bir qancha kishilar qolgan edi. Mana shu paytda yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tangdossiz jasur qiyofati va hech nimadan qo'rqmas botir xislati haqiqiy ravishda namoyon bo'ldi. U ha deb qechirni dushman tarafga divetib, "Men payg'ambar rost so'zim, yolg'on eg'iz ochmayman. Abdullah Mutallib pushtiman, yov nasldan qo'rqmayman" deydi. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qechirning tizginni uning bir navr inisi Abu Sufyan ibn Haris raziyallohu anhu uning egar o'zangisini tog'isi Abbas ibn Abdul Mutallib raziyallohu anhu ching tutib olgan bo'lg'ashqa qechirni mangdirilmay vatadi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qechirdan tushib, Parvardigor Allohdan, "Ey Alloh, menga va'da qilgan yordaming nasil qilgin" deb madad tiladi. Musulmonlardan qaytib kelganligi va jang maydonining yangi boshdan qiziqanligi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tog'isi Abbas raziyallohu anhuni buyurib, sahobalarni to'latqizdi. U ovozi yuqori kishi edi. Abbas raziyallohu anhu mundaq deydi: "Shuning bilan men butun ovozim bilan Rizvon bayitiga qatnashganlar nada deb to'ladim. Qasam qilalaymanki, ular mening ovozimni anglab, labbay, labbay, mana biz deyishib ushqandek yugurib kelishdi. Bir odam to'gi bilan qichiyotgan bo'lsa, u bu ovozni anglabla to'gini ovoz chiqqan tarafga buraydi. Ammo uning to'gini qaytarishga madori yetmaydi. Shuning bilan u kishi sabut qilich va nayzlarni elib, to'gidan sakrab tushibla ovoz chiqqan tarafga qarab yuguraydi. Shunda qilib oxir payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yonida 100dak odam jam bo'ldi. Ular saf tartib dushman to'pining oldini to'sib qattiq ilishdi. Uningdan keyin da'vat ansarlarga qaratildi. "Ey ansarlar jamoasi, ey ansarlar"
deb chaqirildi. Ondan Bani Haris ibn Hazraj aymıqı Ansarlarning bir aymıqıga maxsus qartildi. Musulmonlar bu ovozni anglab bir-birlab qaytib kelishdi. Natijada har ikki taraf ajoyib jasorat, ajoyib qahramonlik bilan elishdiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jang mana endi qizidi dedi. Ondan yerdan bir chanqal to'pini elib, dushmanlar xar bo'lsin deb ular tarafga shoshgan edi. Ularning hammasining ko'zlari to'piq tushib ketdi. Buning bilan ularning jangovarligi bo'shib, saf tartiblari buzildi. Ishlari keyniga chekindi. Düşmanning haybasi bo'shab mag'lub bo'lganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam heliqi bir siqim tuproqni chechib, uzoq o'tmayla dushman tarafga ig'ir mag'lubiyat yuzlandi. Saqif qabilasidillah 70 ga yaqin jangir o'ldirildi. Musulmonlar ularning haydab kelgan mol-mulk, qurol-yarog' va xotin-qizlarni yig'ib o'tkazib oldi. Alloh taolo Qur'onda bu muvaffaqiyatlarga ishorat berib, mundaq deydi: Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va nayin kunida, ya'ni jingida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan qo'shilib ketdinglar. Yana bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmanlarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tar to'yildi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozgina mo'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qashdinglar. Ondan Alloh payg'ambariga va mo'minlarga marhamat qilib, xotirjamlik beg'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordam berish farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Alloh kuffarlarni o'ldirish va asir ilinish bilan azobladi. Kuffarlarning jazosi ana shu. Qur'oni Kerim Sura Tavba 9-sura 25 va 26 oyatlar. Qo'g'lab zarba berish. Dushman jang maydonida ig'ir shikasta yegandan keyin ularning bir bo'ligi Taif tarafga, yana bir bo'ligi Naqli degan joyga, uchinchi bir bo'ligi Aftasqa qarab tikib o'tishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Aftasqa Abu Amr Ash'ari raziyallohu anhu boshchiligida bir turkum qo'g'lab zarba berguchi qo'shin avatgan edi. Ular dushman bilan ozroq tirkishib, oxir dushmanni mag'lub qildi va shu qatimqi tirkishishga qo'shin qo'mondoni Abu Amr Ash'ari raziyallohu anhu shahid bo'ldi. Yana musulmonlar qattiq qo'shinning, otli qo'shinning bir bo'lik chavandozlari Nahliga qochgan qochoq mushrik qo'shiniga qo'g'lab zarba berdi. Bu qochqinlar ichida Durayd ibn Simatmu bar bo'lib, uni Rabi'a ibn Rafi'a raziyallohu anhu o'ldirdi. Ammo mushriklarning mutlaq ko'p sondagi qochoq qo'shinlari Naifqa kirib panohlandi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'animatlarni jamlab bo'lgandan keyin bularga o'zi bevosita qo'shin tortib jazo yurish qo'zg'adi. Hunayn g'animatlari. Bu qitim qo'lga tushirgan asir o'lja g'animatlarni turi bo'yicha hisoblaganda 6 ming odam 24 ming to'yga 40 mingdan ko'proq qo'y va 4 ming o'qiya kumush g'animat elindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu g'animatlarni jamlab Jirana degan joyga to'xtab turishga Mas'ud ibn Amrul G'ifari raziyallohu anhu ni mas'ul qildi va Taif urushidan farq bo'lgan qadar bu g'animatlarni taqsim qilmadi. Asrlar ichida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning imildosh hamshirisi Shayma binti Haris Saidmu bar edi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, o'zini tanishtirgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni uningdagi ma'lum bir baligi bilan tanib olib, nihoyat xush bo'ldi va uningga ustidagi ridosini silib o'ldirishga taklif qildi. Unda uni iltifot bilan qo'yibdi. Taif jangi. Bu urush tegi taktidan olganda Hunayn urushining davomidir. Chunki Hunayn jang maydonida mag'lub bo'lgan Havazin va Saqif qochoq qo'shini bosh qo'mondan Malik ibn Avf bilan billa Taif qo'rg'iniga kirib mudofialni olgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hunaynning
g'animatlarini yig'ib jeriga nega o'rlashtirib etibla shu ay ya'ni Shafvalning o'zila Taifga jazo yurish qildi. U yo'lga chiqishdan burun Xolid ibn Valid raziyallohu anhuni 1000 kishi bilan qo'shinning kuzatuvchilari sifatida oldin yo'lga selivatdi. Ondan cho'ng qo'shinni boshlab o'zi bevosita atlandi. U yo'l ustida Nahli, Yamaniya, ondan Qarnul Manizilni besib o'tib Layya deb ataladigan bir joyga yetib keldi. U yerda Malik ibn Afning bir qal'asi bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni chiqib tuziltib etishga buyurdi. Ondan davomli ilgirlab Taifga yetib berib, Taif qal'asiga yaqin bir joyga tushib, shu yerga bargoh qurdi va qal'ani muosiraga oldi. Muosira xeyli uzun davomlashdi. Imom Muslim rahimahulloh raziyallohu anhudan naql qilgan bir hadisda muosira 40 kun davomlashgan deyiladi. Tarixshunoslarning bu taqdidga qarshi o'xshash emas. Ba'zilar 20 kun desa, yana ba'zilar 10 kun bo'lgan deydi. Bir so'zda 18 kun deyilsa, yana bir so'zda 15 kun deyiladi. Har holda muhosira xeyli uzun davomlashgan bo'lib, bu jarayonda ikki tarafning bir-biriga o'q etishib, top etishib turgan musulmonlar dushmanni muhosiraga olgan. Tunji kuni dushman taraf ularga qal'a ustidan qor yomg'irdak o'q yog'dirgan. Musulmonlardan nurg'un odam yaralangan va 12 odam shahid bo'lgan. Natijada musulmonlar bargohni asldagi o'rnidan hozirgi Taif jamoasining o'rniga yo'tkashga majbur bo'lgan va mush yerni bazo qilib urushni davomlashtirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Taif kuchlariga malmonchilik tiklab, ularni tosh bo'ron qilgan edi. Bu tadbir xilla kar qildi. Manchaqda etilgan toshlar qal'a temida cho'ng, kichik, chang va shura yo'chuqlarini ochdi. Shuning bilan bir turkum kishilar dababaning ichiga kirib tomni teshish uchun qal'a tuviga borgan edi. Dushman bularga qiziltilgan temir ziqlarni etib, dababga o't qo'yibdi. Uning tegidagilar qechib chiqib edi, ustidan o'q yog'dirib bir qancha kishini shahid qilibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana dushmanni taslim bo'lishga majburlash uchun cho'ng tadbiri sifatida Taif uzumzorligini kesib tashlab va bog' bo'stonlariga o't qo'yishga buyurgan edi. Musulmonlar bir bo'lik yerlarning taliqini vayron qildi. Shuning bilan Safiq xalqi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, Allohning seli rahimining hurmati uchun o't qo'yishni to'xtatsang deb yalvarishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohning seli rahimining hurmati uchun deb boshqa yerlarning taliqini qoldirib qo'ydi. Orqadan jakarchi chiqarib, kimki qal'adan al bo'lib tushsa, u hura azod emas, amin bo'ladi deb jakarladi. Bu tadbirmo belgilik rol o'ynadi. Natijada 23 odam har xil yo'llar bilan qal'adan tushib keldi. Bularning ichida bir kishi Taif qal'asi ichidagi bir suv tortish asbobining arg'amchisi bilan qal'a ustidan siyrilib tushgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni shu ma'nodan ifodalaydigan Abu Bakratda, ya'ni arqanchi deb atadi va ularning hammasini kechirim qildi. Bularning ta'minotini musulmonlar ustiga oldi. Bu ish qal'adagi mushriklar uchun qattiq zarba bo'ldi. Muasirning vaqti uzun so'zilgan sari dushmanning qarshilik ko'rsatish tadbirlari kuchaydi. Mushriklarning o'q zarbasi va qizitib tashlagan temir parchalarining zarbasidan musulmonlarda o'lim, yetim va yarador bo'lish ahvoli eshib bordi. Dushman taraf qurgan ichida bir yil yetgudak ta'minot va oziq-tulik to'plab olgan edi. Shunga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Naffal ibn Muaviya Adayli raziyallohu anhuga maslahat soldi. U: "Ey Rasululloh, bular hozir o'ziga kirib olgan tulkiga o'xshaydi. Uni marab tursang, aman tutalaysan. Tashlab ketsang, sen ziyon yetkazolmaydi", dedi. Uning maslahatini anglagandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muasirni bo'shtib, qo'shinni chekindirib ketish qaroriga keldi va Umar ibn Hattob raziyallohu anhuni buyurib, qo'shinga "Alloh xolsa, at qaytmoqchimiz" deb jakarlatdi. Bu qaror ko'p sondagi musulmonlarga yoqmadi. Ular qo'rg'onni olmay qaytimizmi deyishdi. Shunga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Amsa at degan keng ko'lamli hujum qo'zg'anglar"
degan edi. Ular atsi deganlik hujumda ig'ir talafotga uchirdi. Nurg'un kishilar yordar bo'ldi. Bu chog'da payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Endi cho'qim qaytimiz" degan edi. Musulmonlar buningdan shodlandi va chekinishga boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tabassum qilib qarab turardi. Musulmonlar Taif muhosirasini bo'shitib qaytish uchun yo'lga chiqib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga qaytquchidurmiz, tavba qilg'uchidurmiz, ibodat qilg'uchidurmiz, Rabbimizga hamd sana aytquchidurmiz, adab meninglar dedi. Bir kishi Rasululloh Saqif xalqiga duoyi bad qilsang dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ey Alloh, Saqif xalqiga hidoyat qilgin va ularni to'g'ri yo'lga boshlagin dedi. Olsa, qarindoshlarım bevosita o'qitishni mushada to'xtay. Keyingi qitimda biz Jiranidagi, ajab o'qiyamidimmi? Jiranidagi taqsimot degan mazmundan boshlab o'qishni boshlaymiz. Unda bo'lsa, davomga diqqat bergaysizlar. Hammanglarning diqqat berganiga rahmat. Allohga omonat.